Atigi 2 million so'mga 3 kishilik temir karavot ko'rganmizlar. Pastda 2 kishi yotaveradi, tevasiga chiqadigan bo'lsalarni qaranglar. Bemalol 3 kishini ko'taraveradi. Bu davlat tashkilotlari, hosteli, bog'chasi bor aka-ukalarimizga zo'r yechim aka. 2 millionlik holati qanaqa bo'ladi sizlar? Matrassiz oddiygina karkas holati bo'ladi. Agar bunga gubka qo'yib berishadigan bo'lsa, 2 million 200 bo'ladi. Gubkan qalinligi 3 sm bo'ladi. Agar menga xuddi shu ko'rinishda bo'lsangiz, Qobil aka necha pulga bitdi? 3,5 millionga xuddi shu holatga yetkazib berishadi. Faqatgina dastavkasi o'zlaydi, yig'ilib chachilaydigan holati bo'ladi. 2 kishiligi bor, 2 kishiligi ham xuddi shunaqa. Narxi karkasli holati 2 million tagiga ham deb qo'yib berishadi. Matrasiga alohidadan 500 mingdan qo'shiladi. Agar gubkani o'zlasangiz 200 ming so'mdan qo'shiladi, xolos. Endi mana shunday karkasli holati 750 ming so'mdan foydalanishga akalarimiz aloqaga chiqaveringlar. Dastavkasini kelishilgan narxlarda yetkazib berishadi. Tinmasa Toshkent olyapti ekan, hosteli bor akalarimiz uchun. Agar MDF qo'yib beradigan bo'lsa 1 million so'm bo'lar ekan. Bundan tashqari ko'rib turganlaringiz temir karavot bo'ladi, 2 kishilik. Mana turishi 3 million qancha edi? 3,5 million so'm ekan, 1 million 700 ming so'mga matrassiz holati bo'ladi. Agar gubka qo'yib berilsa 1 million 900 dastavkasi o'zlaydi. Undan tashqari kachelilarimiz xo'p, 2,5 million, 2 million 700, 3 million so'mgacha, ya'ni buni leksali, tunikali yoki tentliga qarab narxi o'zgarib boraverar ekan. Mana shu ko'rib turganlaringizniki bo'lsa 3 million 300 bo'ladi, chunki buni razmeri 2 metrli bo'ladi. Kimga shunaqa temir karavot yoki boshqa temir naveslar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaversa, eng arzon joyini topib qo'ydik.